Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan Koreyadagi Nozimaning o'limiga kim sababchi bo'lgan? O'zini o'zi o'ldirganmi yoki o'ldirishganmi? Holat yuzasidan Dalil.uz jurnalistik surishtiruvni boshladi. 2026-yil 4-mart kuni Nozimaning onasiga Koreyadan Telegram orqali O'zbekiston vaqti bilan kunduzgi soat 10:06 larda qo'ng'iroq bo'ladi. Qo'ng'iroq esa Nozimaning bo'lajak turmush o'rtog'i Sherzodning telefonidan bo'ladi. 30 daqiqa suhbat bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Eng muhimi shuki, Sherzodning telefonidan koreyalik ehsonchi bola gaplashadi. Ya'ni qizingiz o'zini o'zi osib qo'ydi deb aytadi. Eslatib o'tamiz, qiz o'zini osganligi yokida qiz osilib turganini koreyalik ehsonchi o'z ko'zi bilan ko'rmagan. Endi navbatdagi kadrlarga e'tibor qarating. Sherzod, ya'ni Nozimaning bo'lajak turmush o'rtog'i jinoyat bo'lgan xonadonga koreyalik ehsonchini va yana 2-3 tanishlarini olib kiradi. Xonadonga kirgan yigitlar va koreyalik ehsonchi aynan shu xonadonda Nozima o'lganini bilib kirishadi. Yigitlar xonadonga kirishi bilan hamma joy dahshatli ko'rinishda ekanini ko'rishgan. Eng shubhalisi shuki, o'lik chiqqan xonadonni bu ko'rinishi yigitlarni negadir hayratga solmadi. Aksincha ular jinoyat joyiga kirib bemalol o'zlarini uyida yurgandek yurib, hamma narsaga teginib, ushlab ko'rishdi. Aslida xonani bu holatini ko'rib, xonadonni tark etishligi va politsiya xodimlarini chaqirishligi zarur edi. Endi bizni e'tiborimiz koreyalik ehsonchi bolaga tushdi. U negadir xonadonni bu ko'rinishidan bu yerda qotillik bo'lmaganmikin degan fikrga bormasdan, aksincha o'zi bilmagan, ko'zi bilan ko'rmagan voqeani noto'g'ri targ'ib qilib, xalqni chalg'itishga uringan. Ya'ni marhuma go'yoki aroq ichib, ichkilik orqasidan o'lib ketdi degan g'oya bilan xalqni chalg'itishga uringan. Mana shu aroqni ichib, bitta guldek qizni hayoti parcha-parcha bo'lib ketdi. Mo aynida qaranglar. Mana negadir bu yigitlar asosiy mavzu qolib, ya'ni Nozimani tanasidagi ko'karishlar, boshidagi yorilish, tanalaridagi ko'karishga e'tibor qaratmay, marhuma Nozimani qoralashga urinib, ha mana sigaret ham chakar ekan, kechasi karaokega borar ekan, hijobini yechgan ekan deb yana xalqni fokusini boshqa yerga qaratishga urinishmoqda. Eslatib o'tamiz, Nozimaning o'lganligi bo'yicha Koreyadagi med-tibbiy ekspertizasi ham sigaretdan yokida aroqdan yokida hijobini yechib yurgani yokida kechasi karaoke zalida o'ldi deb xulosa chiqarmagan. Nozima karaoke zalida emas, o'z uyida og'ir tan jarohatlari bilan o'ldirilgan. Lekin negadir bular fokusni boshqa yerga qaratishyapti. Endi mana bu med ekspertiza xulosasiga qarang. Aniq tiniq qilib bo'g'ilish, nafas yetishmovchiligi deb sababi aniq yozib qo'yilgan. Endi yana bir ajoyib voqea yuz beradi. Marhuma Nozimaning onasiga Koreyadan Sitora ismli shaxs qo'ng'iroq qiladi. U o'zini advokatman deb tanishtirib, Nozimaning onasini ishonchiga kiradi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Koreyada yashovchi barcha o'zbeklar uni advokat emasligini, u shunchaki tarjimonchi ekanini aytishdi va Sitora hech qanday advokat emasligi ham ma'lum bo'ldi. Nozimaning onasi o'zini advokatman deb tanishtirgan Sitoraga notarius orqali ishonchnoma qilib beradi. U shunday hujjatki, mayitni ko'rish va Nozimaning o'limi bo'yicha barcha ishlarni onasining o'rniga qo'l qo'yib bajarish vakolatini beradi. Ishonchnomani qo'lga kiritgan qo'shtirnoq ichidagi advokat Sitora ishonchni suiiste'mol qilib, Nozimaning onasiga asl bo'lgan haqiqatni va ushbu jinoyatni yashirib shunday deydi: "Qizingiz bir chiroyli holatda yotibdi, menga ishoning" deb Nozimani onasini aldaydi. Marhumaning onasi "Farzandimni ko'rsating" video orqali deganda u mayitni tana jarohatlarini ko'rsatmagan. Ona faqat xira kadrlar orqali Nozimani yuzini ko'rgan. Xira ko'rinyapti desa, u yo'q, hammasi joyida, qizingiz bir chiroyli bo'lib yotibdi deb yana bir bor aytgan. Ona shok holatda bo'lib Sitoraga va yana bir Farida ismli ayolni hammasi yaxshi, joyida, qizingiz chiroyli bo'lib yotibdi degan gaplarga ishonib, iltimos tezda mayitni O'zbekistonga yuboringlar deb iltimos qilgan. Farida ismli ayolni gaplariga qaraganda tungi o'yin kulgu bo'ladigan karaoke barlarida qizlarni ishlatishini aytgan. No'rebanim bor. No'rebangda qizlar ishlataman. Karis, rus, qozoq, qirg'iz, hammasi shu. Kelib bo'lsa Turkiya ham ishlab ketgan. Hammasini ishlataman. O'zbekistonga mayitni yuborish vaqtida koreyalik ehsonchi bola Nozimani o'limini muhokama qilmaymiz degan. bu insonni vafot etganligini mahalliy videoda ham aytdim, muhokama qilmaymiz.
Chunki o'sha odamni o'sha holatda qanaqa holatdaligini sen bilan men bilmaymiz. Savol: xo'sh, nima uchun qotillik alomatlarini ko'rib, ha mayli deb ko'z yumishimiz kerak? Nima bo'lganda ham ayol kishi ojiza bo'ladi. Inson o'z ayolini yoki yoqtirgan insonini ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, kamchiliklarini aytib, ko'rsatib, qoralab chiqishi uchun bilmadik. Inson naqadar xudbin bo'lishi kerak. O'zbekistonga mayit kelib ko'zdan kechirilganda quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Nozimaning lablari ko'karib ishgani, burun singani, burunda qon ham ko'rinib turibdi. Yuzdagi tirnalishlar, bosh qismining chap tomoni yorilganligi, qo'llarining dahshatli ko'karganligi, ikkala qo'li ham. Bo'yin sohasidagi ko'karishlar o'z-o'zidan savol tug'iladi. O'zini osmoqchi bo'lgan inson avval burnini sindirib, lablarini ko'kartirib, qo'llarini, tanalarini ko'kartirib osganmi? Bu yerda jinoyat alomatlari aniq ko'rinib turibdi. Endi e'tiboringizni jasadni bo'yin qismiga qarating. Bo'yindagi izlar ikki xil. Chap tomondagi iz teparoqda, o'ng tomondagi iz pastroqda. Oddiy osilish holatida, ya'ni o'zini o'zi osishda odatda iz yuqoriga qarab qiya V simon bo'ladi. Iz bir xil chiziqda doimiy bosim izi ko'rinadi. Bu yerda esa izlar ikki xil. Biri teparoqda, biri esa pastroqda. Endi mana bu daftardagi yozuvga e'tibor bering. Bu yozuvni Nozima yozganmi, yo'qmi ekspertiza qilinmagan. Endi yozuvlarga e'tibor bering. Yozuvlar notekis, shoshma-shosharlik bilan yozilgan. Hatto ism ham shoshganlikdan Nozima emas, Nozina deb yozilgan. Agar inson o'zini o'zi o'ldirishga qaror qilgan bo'lsa, shoshma-shosharlik bilan emas, balkim ichidagi bor gaplarini to'liq qilib yozib ketgan bo'lmasmidi? Yana bir narsaga e'tibor bering. Bu daftar Nozimaning xonasida bo'lgan. Koreyalik ehsonchi Nozimani xonasini tintuv qilayotganda tortmani ochganini ko'rishingiz mumkin. Tortmani ichida esa o'sha daftarcha. Katta ehtimol bilan qiz o'z xonasida bo'lgan. U vaqt kamligini va eshikni orqasida kimdir ichkariga kirib, o'ldirishi aniqligini sezganday go'yo. Xatni tez yozdimikin degan variantlar ham yo'q emas. Endi yana bir kadrga e'tibor qarating. Nozima o'zini o'ldirmoqchi bo'lmagan. U aslida uydan butunlay ko'chib ketmoqchi bo'lgan. Koreyalik ehsonchi Nozimani uyiga kirganda ko'zimiz mana bu chimodonlarga tushdi. Va mana bu rangli sumkaga ham. Bularning barchasi Nozimaga tegishli ekanligi ham ma'lum bo'ldi. Nozima o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'lmagan. Aksincha u bu xonadonni barcha narsalarni yig'ishtirib tark etmoqchi bo'lgan. Endi koreyalik ehsonchining gaplariga ko'ra qiz mustaqil ravishda o'zini vannada osgan deb joyini ko'rsatyapti. Lekin kadrda hech qanday qon yoki jasad shu xonada osilganligini isbotlovchi rasmlar, dalillar yo'q. Qizni bosh qismida, burnida, tanalarida bir qancha qismida qonlar bor edi. Vannada esa bir tomchi qon ko'rinmagan. Yoki tartibsizlik ko'rinmadi. Vanna juda toza edi. Endi jinoyat alomatlari mana bu xonalarda bo'lgan. Savollar juda ko'p, javoblar esa sirligicha qolmoqda. Biz holat yuzasidan Bosh prokuraturaga, Tashqi ishlar vazirligiga, yana bir qancha tashkilotlarga xat bilan murojaat qildik. Koreyada ham advokat olindi. Nozimaning qabri ochiladi, ya'ni eksgumatsiya bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, e'tiborimizni marhuma Nozimani tan jarohatlariga qarataylik. Zero barchamiz gunohkor bandalarmiz, farishta emas.